Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Bugungi darsimiz Xudo xolasa 76-betdan boshlaymiz. Ad-darsus sadisu. Ad-darsus sadisu. Dars deganimiz dars degani, as-sadisu degani 6-chi dars. Vasailul val mavasilat. Vasailul mavasilat, ya'ni yetkazish vositalari. Yetkazib berish vositalari yoki Xo'p, vasailul muvasalat degani transport vositalari. Xo'p, unzur vastami vantiq. Unzur degani qaragin, vastami quloq solgin, vantiq va gapirgin deyapti. Xo'p, lug'atlarni ko'rib chiqamiz. Mana darrojatun degani velosiped, darrojatun velosiped, hafilatun avtobus, hafilatun avtobus, sayyaratun mashina, sayyaratun mashina yoki bularni oxiridagi nimalarni daroja, hafila va sayyara deb o'qisangiz ham bo'ladi, ya'ni gapirayotgan vaqtida. Xo'p, toiratun degani samolyot degani, qitorun poyezd degani, safinatun degani kema degani. Xo'p, ana endi iqro vaqtiyor. Iqro degani o'qi deb buyruq fe'lida aytyapti. Iqro o'qigin, vaqtiyor degani tanlagin deyapti. Demak, bu yoqda bir raqamida ahmaru qizil rang, ahdoru yashil, asfaru sariq, azroqu ko'k, bunniyun degani qahva rang yoki jigar rang deymiz, asvadu qora degani, abyadu degani oq degani, burtuqoliyun degani apelsin rang, qizg'ishga o'xshash, binafshajiyun degani binafsha rang, romadiyun degani kul rang degani. Xo'p, ranglarni berib chiqdi. Ana endi shular atrofida bizga gap tuzadi va gaplarni biz topishligimiz kerak. To'g'ri yoki noto'g'riligini belgilashligimiz kerak. Ana birinchi darsdagi nimani bizga qilib beryapti o'zi. Hazihi sayyaratu hamra'u. Bu mashina qizil deyapti va to'g'ri belgini qo'yapti. Bizga kerakli narsa hazihi deganimiz, biz oldingi darslarda o'tdik, ya'ni bu mashina qizil rangda deyamiz. Bizga kerakli joyi hazihi kalimasi, ya'ni hazihi so'zini biz oxiri t bilan tugaydigan so'zlarga ishlatamiz. Bu mashina demoqchi bo'lsak, mana mashina so'zi jinskiy rod bo'lganligi uchun hazihini ishlatyapmiz. Hazihi sayyaratu hamra'u va ranglarda ham ana bu qizil deganimizda jinskiy rodga ishlatiladigan qizil rangni ishlatyapmiz. Hazihi sayyaratu hamra'u. Demak, e'tibor bersangiz, ana bu yerda qizil rangni ahmaru deb bergan. Demak, ahmaru o'g'il bolalarga ishlatiladigani, hamra'u jinskiy rodga ishlatiladigani. Ya'ni ranglarni ham rodlarga aloqasi bor. Demak, hazihil hafilatu hamra'u. Bu mashina, hazihil hafilatu hazihil hafilatu hamro. Bu avtobus qizil deyapti. Demak, endi buni belgilashligimiz kerak. Bu to'g'ri bo'ladi demak. Ana bu yerda javob xato edi. Ya'ni hazihi sayyaratu hamro, bu mashina qizil deganda, mashina qora rangda edi, unga yo'q belgisini qo'ydik. Xo'p, keyingi nimamizda ham hazihi darajatu savda'u. Demak, bu velosiped qora rangda deyapti. Demak, noto'g'ri. Chunki velosipedimiz qora rangda emas. Xo'p, hazihi toiratu hadra'u. Demak, bu samolyot, demak, hadra'ut. Buni to'g'rilaymiz, ya'ni ko'k rangda. Yashil. Hazal qitoru ahmaru. Demak, bu poyezd, demak, qizil rangda deyapti. Demak, bu xato, noto'g'ri belgilanadi. Hazihil qitor, demak, bu poyezd ahmaru qizil deyapti. Demak, noto'g'ri. Ana endi keyingi betimizga o'tamiz. Is'al va ajib. Is'al deganimiz so'ragin deyapti va ajib va savol bergin deyapti. Birinchi nimamizga e'tibor beramiz. Qaranglar. Hal hiya hamra'u. Hal degani mi qo'shimchasi. Hal deganimiz, demak, bu yerda mi qo'shimchasi savolda yaxshimi, tuzukmisan degani.
hal demak bu yerda mi qo'shimchasi. Hal hiya hamro'u. Hal hiya hamro'u. Demak u hiyadan boshlaydi. U qizil rangdami deyapti. Savol beryapti. Ma hazihi, bu nima deyapti. Demak qiz bola javob beryapti. Hazihi sayyaratun, bu mashina. Ana bu ikkinchi savolga hal hiya hamro, u qizil rangdami deganiga na'am hiya hamro, ha u qizil rangda deyapti. Demak birinchi savolimiz ma hazihi deyapti. Javobi hazihi sayyaratun, bu mashina. Endi ikkinchi savol hal hiya hamro, u qizil rangda, u qizil rangdami? Na'am. Na'am, ha u qizil rangda. Ana endi ikkinchisi bunisiga o'tamiz. Ma hazihi, bu nima? Hazihi balunatun, bu shar, havo pufakchasi. Ikkinchi savol hal hiya safro'u, u sariq rangdami? Hal hiya safro'u, sariq rangdami? La deganimiz yo'q degani. La hiya zarqo'u, yo'q u. Demak zarqo'u. Demak hazihi balunatun, bu havo pufakchasi shar. Demak ikkinchisi hal hiya safro'u, sariq rangdami desa la hazihi la hiya zarqo, yo'q u moviy rangda deyapti. Qolganlarni o'zimiz og'zaki savol javob qilgan deb bu yerlarni xoli qoldirgan. Ana endi biz ana pastdagi mashqlarni boshlaymiz. Pastdagi mashqlarimizda iqro va ajib o'qigan va javob bergin deyapti. Demak hal hazihi sayyaratun hamro'u. Demak hal hazihi sayyaratun hamro, bu qizil mashinami degan savolni beryapti bizga. Biz nima deyamiz? Ana bu tomondan yozishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, mana sekin yozib oldim. Demak javobiga qaranglar. Hal hazihi sayyaratun hamro'u, bu qizil mashinami degan savolga javobida na'am ishlatamiz. Na'am, ha hazihi sayyaratun hamro'u, ha bu qizil mashina deb javobini yozishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi hal haza kitabun aswadu. Hal haza kitabun aswadu, demak bu qora kitobmi degan savolga demak endi la bilan boshlaymiz. La deganimiz yo'q degani. La hazani yozamiz. Haza kitabun aswadu deb aytamiz. Aswadu. Demak aswadu. E'tibor beramiz. Hal haza kitabun aswadu, ya'ni bu qora kitobmi deganimizga la yo'q, aswadu emas, uzr. Demak aswadini o'chiramiz. Aswadu emas, demak asfaru bo'ladi, chunki sariq. Hop, la haza, demak haza kitabun asfaru bo'ladi, demak sariq kitob bo'ladi. Asfaru mana. Demak ana shunda to'g'ri bo'ladi. La haza kitabun asfaru, bu sariq kitob bo'ladi. Shu shaklda qolganlarni ham yozishligimiz kerak bo'ladi. Misol uchun hal haza filun abyadu, bu oq filmi desa, demak abyozun oq edi. Bu oq filmi desa nima deymiz? La javobi o'zi shu joyda ana bu orqali. Demak filmimiz oq bo'lmaydigan bo'lsa, ana bu halni o'rniga lani qo'yamiz. La haza filun abyazuni o'rniga bunniyun deymiz. Bunniyun bo'ladi. Demak la haza filun bunniyun, yo'q bu fil jigar rang deymiz, ya'ni qahva rang bo'ladi. Misol uchun hal haza qalamun ahdoru bo'ladigan bo'lsa, bu yashil qalammi deydigan bo'lsa, demak halni o'rniga javob tariqasida lani qo'yamiz. La haza qalamun ahdaruni o'rniga demak ahmaru qo'yamiz.
ahmaru nima edi? Qizil edi. Ahmaru. Shu tartibda bu tomonni yozib chiqishimiz kerak. Hal hazihi shajaratun hadra'u. Bu yashil daraxtmi desa, nima deymiz? Na'am deb eshitamiz. Na'am. هذه شجرة حضراء deb yozamiz. حضراء deb yozamiz. Xo'p, ana endi keyingi mashqimiz sil baynal jumlati va surati va suratil munasibati summa qira. Sil degani bog'lagin, baynal jumlati va surat va gap o'rtasini bog'lagin, al munasiba ya'ni munosib keladiganini o'rtasini chizib turib bog'lagin, summa qira va so'ngra o'qigin deyapti. Birinchi o'qiymiz. Haza qitorun azraqu. Bu ko'k poyezd chizamiz. Haza filun bunni. Bu jigar rang yoki qahva rang fil deyapti. Ana bunga chizamiz. Hazihi samakatun hadra'u. Bu ko'k, shu ranglarni adashtiryapman. Demak, baliq. Ko'k yoki yashil baliq deyapti. Demak, keyingisi hazihi darrojatun safro. Bu sariq velosiped, to'g'ri. Haza qalamun asvad. Bu qora ruchka deyapti, to'g'ri. Haza kitabun ahmaru. Bu qizil kitob. Buni bunga chizamiz.